Bir tomondan xursand bo'lyapman, endi kibrga berilib uzmayman, bir tomondan jahlim ham chiqyapti. Xursand bo'lgan tarafi meni betimdan foydalanib xalqni aldashyapti. Demak, men mashhur inson ekanman-da, menga xalq ishonar ekan. Qiziq joyi o'zim, ammo shu xalqni ishonchidan foydalanib, suiiste'mol qilib, qanaqadir dvijeniyalar qilib, xalqni ustidan pul yemayman. Bo'lmagan tarafi esa meni yuzimdan foydalanib, mashinalar soqa qilishyapti. Ulgurib qolaymi, bir bola degan ham daldoyiblar kanal ochibdi mashinalar, meni o'sha yuzimni qo'yib, open byudjetga ovoz bering va hokazo deb eski o'tgan yilgi videoimni qo'yishibdi. Rosa ko'pchilik menga tashlayapti. Aka, sizmi, искусственный intellektmi, nimaga pul berishmayapti? Qadrdonlar, akalar, opalar, meni profilimdan tashqarida boshqa profilda meni betimni ko'rdinglarmi? Ishonmanglar. Faqat shu profilda OnlyFans ochdim, o'zimga porno sayti ochdim. Nima desam, mana shu profilimda aytaman. Boshqa joyda aytilmaydi. Boshqa joydagilarga umuman ishonmanglar. Ko'tlar tayyor turinglar, yaqinda OnlyFans ochaman.